Hayit kuni bu faqat namoz o'qib qo'yadigan kun emas. Har ikki hayit kunlarida odat tusiga kirib boryapti, alhamdulillah. Mana shu xayri ihson qilish, ayniqsa mana bu Qurbon hayitida o'ziga to'q zakot nisobiga qodir bo'lgan kishilar qurbonlik qilib, qurbonligidan 3dan 1ni muhtojlarga ihson qilsa yana savob. Agar o'ziga qarashli qaramog'idagi yoki qarindoshlarida muhtojlar bo'lsa, ihson qilib boshqalarni yo dasturxon solib chaqirish ham shart emas. O'zi ham yeydi, ziyofat ham qilishi mumkin va 3dan 1ni ihson qilib yuborish mustahab, ya'ni mahbub ishlardan deyilgan. Bundan tashqari bizlarda yana yaxshi odat tusiga kirib boryapti. Mana shu hayit kunlarida albatta o'tirib qolgan, ko'chalarga chiqib aylanolmay qolgan, qarindosh urug'larnikiga ham borib hol ahvol so'rayolmay qolgan keksa otaxonlar, onaxonlar bor. Yoki bo'lmasa bir yordamga muhtoj kishilar bor, kam ta'minlangan. Shularni holidan xabar olib, hayitlik qilib, arzimagan bir shirinlik yo bir buyum, bir narsa bilan kirib borsangiz, assalomu alaykum otaxon yo onaxon yoki aka yo uka deb yo opa singil deb borib, shularni holidan xabar olsangiz, mayli juda katta mablag' bo'lmasa ham ularni ko'ngli ko'tariladi, xursand bo'ladi, dillariga surur, xursandlik baxshida qilgan bo'lasiz. Bu esa hadis-i sharifda aytilganidek, bir mo'min kishini qalbiga surur, xursandchilik kirgizish bu juda katta savob deganlar Payg'ambarimiz alayhisalom. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo Alloh taologa hamd va sano, shukronalar aytamizki, mana butun dunyo musulmonlari qatori bizning diyorimizda ham Qurbon hayiti mana nishonlanmoqda. Bugun butun dunyoda bayram, juda ham katta bayram. Bu ham bo'lsa, mana Payg'ambarimiz alayhisalom e'lon qilib ketgan, to qiyomatgacha keladigan musulmonlarga ikki hayitni juda ham bir bashorat bilan qoldirib ketdilarki, va aytdilar, sizlar uchun eng ulug' bayramlardan bu ikki bayram. Mana shu ikki bayramni biri Qurbon oyi, Qurbon hayitida turibmiz. Bu oy ham haj oyi. Bu oy Zulhijja oyi haj oylaridan hisoblanadi. Butun dunyo hojilari qatorida bizni diyorimizdan ham 5200 ta hojilar hozir Arafotda haj amallarini ado etyaptilar. Buning uchun Alloh taologa shukronalar aytamiz. Hajni o'zi faqat ibodat emas, u yerda duolar ijobat bo'ladigan shunday muqaddas zaminlar bor. O'sha Arafot vodiysi bo'lsin, Muzdalifa bo'lsin, Mino vodiysi bo'lsin, Harami Sharif, mana shunday joylarda hojilarimiz bizni haqqimizga, yurtimizni haqqiga, mana shu yerda yashayotgan barcha xalqimizni haqlariga duoyi xayrlar qilyaptilar. Xudoga beadad shukr, mana yurtimizda 2000 ga yaqin masjidlarda mana shu hayit namozi o'qildi. Va insonlar, mana shu musulmon mo'minlar xalqimizni yuzlarida shunday bir ko'tarinki ruh, chunki yurtimiz tinch, xotirjam, rizq ro'zi farovon, hammasi ishini topgan, tadbirkorlik, ziroat, dehqonchilik, hamma kasb va hunar bilan ovora va farzandlarini yaxshi tarbiya qilish bilan band. Bas shunday ekan, mana shunday bayramlar ko'tarinki ruhda o'tadi. Chunki umidimiz juda katta kelajakdan. Chunki mana yurtimiz kundan kunga moddiy va ma'naviy jihatdan boyib bormoqda. Ayniqsa ma'naviy jihatdan ajdodlarimizni, buyuk ajdodlarimizni bebaho meroslarini xalqimizga o'z ona tilida yetkazilyapti. Qur'oni Karimdan tortib shariat, tariqat kitoblari har bir xonadonga yetib bordi. Mana bunday ulug' manbalardan
bahramand bo'lib, xalqimizni ma'naviyati kundan kunga o'sib bormoqda. Xalqimizni ongi ham o'sib bormoqda. Yoshlarni bilim saviyasi o'sib bormoqda. Zamondan orqada qolmasdan barcha ilm va fanni egallab bormoqdalar. Bu esa biz keksalarni, biz yoshi ulug' kishilarni quvontiradi. Chunki kelajak yoshlar uchun. Yurtimizda alhamdulillah tinchlik, xotirjamlik. Lekin bu tinchlik, xotirjamlik o'zicha bo'layotgan yo'q. Bunga dono rahbarlarimizni odilona siyosatlari, hakimona siyosatlari, marosimlarimizni, hayit namozlarimizni, bayramlarimizni osoyishta, yaxshi, ko'ngildagidek diniy qadriyatlarimizga muvofiq ravishda o'tishi uchun g'am tashvish qilib, shunga bir maxsus qarorlar chiqargan yurtboshimiz, davlat rahbarlari ham mana bir oydan beri mana shu masjidlarimizni ko'zdan kechirib, namozxonlar shu yerga kelib namoz o'qiydigan otaxonlarimiz, aka-ukalarimiz bemalol hech qanday bir aziyatsiz ibodatlarni ado etib ketsin deb juda ham ko'p tadbir ishlar, choralar ko'rildi va bu bayramni yaxshi o'tkazish uchun butun hukumat tashkilotlarini jalb qilindi. Mana shunday ishlarni boshida turgan rahbarlarimizga Alloh taolodan sog'lik, salomatlik, uzoq umr va ishlarida, barcha xayrli ishlarida Allohdan omadlar tilab qolamiz.